Namangan tumani davlat xizmatlari markazi bosh mutaxassisi Obidxon Homiddinov kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz deymiz. Bir necha savollarimiz bor. Mayli, bemalol. Demak, mana shu savollar bilan bugun sizga yuzlanmoqchimiz. Ya'ni birinchi savolimiz, mening ta'sischiligim asosida yuridik shaxs tashkil etgan tadbirkorlik subyekti, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat mavjud. Shuni faoliyat yuritadigan joy manzilini o'zgartirishim uchun qayerga murojaat etsam bo'ladi? Marhamat. Agarda sizning ta'sischilingiz asosida mas'uliyat cheklangan jamiyatda mavjud bo'lsa, uni faoliyat yuritadigan joy manzilini o'zgartirish uchun avvalambor yangi ko'chib o'tmoqchi bo'lgan faoliyat manzilidagi turar yoki noturar joy shaxs egasi bilan soliq organi tomonidan ijara shartnomasi rasmiylashtiriladi. Shundan so'ng ijara shartnomasi rasmiylashtirilgandan so'ng faoliyat manzilini o'zgartirish uchun faoliyat ko'rsatib turgan hududdagi davlat xizmatlari markazi orqali agarda xizmatdan onlayn foydalanmoqchi bo'lsa, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish axborot tizimi orqali murojaat etishlari mumkin. Bu holatda belgilangan tartibda davlat bojlari chiqadi. Belgilangan tartibda davlat bojlari quyidagicha keltirib o'tilgan. Manzil ko'chirish uchun bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar miqdorida to'lov undiriladi. Bu hozirgi kunda 412 ming so'm miqdorga to'g'ri keladi. Yana bir shu majburiyatni keltirib o'tishim kerakki, bu holatda ayni damda faoliyat yuritib turgan joydagi soliq organidagi majburiyatlarni belgilangan tartibda bajarilgan bo'lishi kerak. Aks holda manzil ko'chirishi soliq tomonidan cheklovlar qo'yilishi mumkin. Menda ham bir savol mavjud. Shaxsan o'zimning nomimda davlat ro'yxatidan o'tgan xususiy korxona mavjud. Uni davlat reyestridan, ya'ni tugatish uchun qayerga murojaat etishim kerak? Juda ham hozirgi kunda ko'p berilayotgan savollardan biri hisoblanadi bu. Agarda sizning ta'sischilingiz asosida davlat ro'yxatidan o'tgan xususiy korxona mavjud bo'lsa, uni tugatish yoki davlat reyestridan chiqarish uchun faoliyat yuritib turgan hududdagi davlat xizmatlari markazi orqali murojaat etishlari mumkin. Agarda xizmatdan onlayn foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish axborot tizimi orqali murojaat etishlari mumkin. Xususiy korxonani tugatish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 704-sonli qaroriga muvofiq tartibga solinadi. Bunda xususiy korxonani tugatish to'g'risidagi ta'sischining qarori ilova etiladi. Bu ilovada xususiy korxonaning rekvizitlari ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni qarorda ko'rsatiladigan rekvizitlar asosan xususiy korxonaning nomi, qisqartirilgan nomi va uning soliq to'lovchining identifikatsion raqami, faoliyat manzili hamda tugatishning asosiy sababi ko'rsatib o'tiladi. Ushbu ariza berilgandan so'ng 6 oy muddat ichida tugatuvchi organlar tomonidan xulosa berilgandan so'ng davlat reyestridan chiqariladi. Tushunarli. Shu yerda yana bir savol keldi. Yengil turdagi avtotransport vositasi uchun litsenziya olish va uni varaqasini olish tartibi qanday bo'ladi va undagi summalar qanday? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Litsenziya va litsenziya varaqasini olish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-iyuldagi 696-sonli qarori bilan tasdiqlangan reglament bilan tartibga solinadi. Ushbu reglamentga muvofiq yengil turdagi transport vositasiga litsenziya va litsenziya varaqasini olish uchun avvalambor yo'lovchi tashuvchi shaxs davlat xizmatlari markaziga istalgan davlat xizmatlari markaziga orqali murojaat etishlari mumkin. Yoki xizmatdan onlayn foydalanmoqchi bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat etishlari mumkin. Bu holat yengil transport vositasiga litsenziya va litsenziya varaqasini olish uchun albatta soliq organi orqali o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib olgan bo'lishi kerak. Avtotransport vositasida yo'lovchilarni tashish yo'nalishi bo'yicha band qilgan bo'lish shart hisoblanadi. Bundan tashqari murojaat etgan kundan bir ish kuni mobaynida transport boshqarmasi tomonidan belgilangan tartibda
to'lov undiriladi. Hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida, ya'ni 412 ming so'm miqdorida to'lov undiriladi. Ushbu holatlarda yangi litsenziya va litsenziya varaqasini olish hisoblanadi. Qayta litsenziya varaqasini olish ham mumkin. Bu holatda bepul amalga oshiriladigan holatlari ham mavjud. Agarda o'sha transport vositasi davlat raqam belgisi o'zgaradigan taqdirda, davlat raqam belgisi o'zgargan kundan boshlab 5 ish kuni mobaynida qayta murojaat etgan taqdirda bepul amalga oshiriladi. Juda ham ajoyib. Tashrif uchun, suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz.